Hürmetli vatandaş, yana bir muhakeme yani. Siz biz hazır ciddi kızıqıvatkan muhakeme. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi hanım Tayvan'ı ziyaret kılamdı yok. Bu vaziyet hazır bek ciddilişip gitti. Bugünkü islaha 2022 yılı 7. ayının 29. günü hazır torbetlerini assınızda torpilim yaki o işligen bu işligenen bunun da asaslığı pulga qaraydigan jilla Tayvan'ın halkılık betle Tayvan'ın anda siz bizge tonuş torbetleri Chimpok'un Johnson degendek hammasi Nancy Pelosi hanım Tayvan'ı ziyaret kılıdı. Tayvan'ı ziyaret kılıdı. Ziyaret kelse ahval qandaq oludu. Ziyaret kemmise kemmege haleti mi depti bugünkü pulu qaraydigan jilla nomuru elep boldu. Tayvan nomuru aldı yani Tayvan'ga hürmet qo'shildi. Tayvan'ga diplomatik g'albi yetib keldi yoki qo'shildi degandek so'zlarni o'tirg'i chiqadi. Endi biz vaziyatga bir qarayli. 28-27 günü Avustraliyada 27 devlet müdafiə ministerlərinin yığına çağırıldı. Amerikadan ştab başlıqları Birleşmesinin reisi Mark Miller general qatnaşdı. Bir cümle söz Xitay təhdidi, Xitay kengaymiçiligi hazır bizning aldımızga taşlandı. Biz birleşip Xitayga qarshi turamiz degan söz ibare keldi. Vaziyet ciddiliginden tayyorlashman vaqt yetmedi vatandaşım kechiringlar. Bu bir ish. Singapur'daki Amerika Qo'shma Shtatlarning Reagan belgilik avomatkisi zarbadarlar gruppasi Tayvan bo'g'ziga kirib keldi. Dal mushundaq vaqt 28 kunidan 7 ayning Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping o'rtasida telefon suhbati boshlandi. Dal mushundaq vaqtda 7 ayning 29 kuni bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi xonim Osiyoga yurish qildi. Osiyoga ziyoratga chiqdi. Endi dal mushundaq kunda 27-28 kun oralig'ida Yaponiyaning naiti sezgir erboblari parlamentdagi nazuk organlarda ishlaydigan vakillar uyumiga parlament vakillar uyumiga Tayvanga tushib allaqachon Prezident Sayyin bilan ko'rishib bo'ldi. Endi shu sezgir vaziyatni yana bir sezgir vaqtga tanglab baqayli yoki barobar qilib baqayli. Aldığımızda 8. ayının 1. günü, Düşenbe günü. Mubada Devlet Meclisi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi hanım 8. ayının 1. günü uçtum tut Tayvan'ı ziyaret kılıdığın iş bulup kalsa. Oho, vaziyeti neymi özgürüş yüz verişi mümkün vatandaşı? Sebebi 8. ayının 1. günü Cungu Azadlık Armiyasının kurulgan günü. Hazır debdebe, dağduğa yani 5 yıldan keyin Azadlık Armiya kurulganlığının 100 yıllığı yoki bir asırligini tebrikleyimiz deyişi vatıda Xitay. Şundaq kunda Rais Xi Jinping Prezident Joe Biden bilan suhbat qurib, yani kelib nopozluq erbab yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'l rahbari Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Azadlık Armiyaning qurilish kuni degan nima? Jungo Kompartiyasining inovati o'rni obro'yi degan nima? Jungo xalqining vatanparvarligi va unisi bunisi degan nima? Hazır mushu suhbatdan keyin bu 28 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden bilan Jungoning Rais Xi Jinping suhbat o'tkazib bo'lgandan keyin hazır Jungoning 80 nomerlik armiyasi demdi. Şu bütün memleket, bütün armiyaga bir cümle söz
urushga tayyorlik qilish to'g'risida safarbarlik buyrug'i degandek yoki shuning yaqinroq u buyruqni harbiy ishlar komiteti e'lon qilish kerak, lekin bu armiya shundoq bir so'zni to'g'ri betiga chiqaribdi. Hozir Xitoy jamiyati yoki fuqarolari yoki hukumati yoki organlari yoki armiya saplarini tortib patparaq urushga tayyorlik qilish. Qaysi urush? Nim bilan? Kim bilan? Amerika bilan? Onu ko'rib boqamiz. Xudo ko'rib turdi avval, buni keyin bandalar bizmi ko'rib boqamiz. Jungu mushunda ketdi deyli, bu yerdagi eng inchki gap musha vaqt baş dedi-ku sezgür vaqt deb. Mushu sezgür vaqtda Nancy Pelosi xonim Tayvanga kirib o'tadigan bo'lsa, azatliq armiya qurlanki. Jungu Kompartiyasi 10-oyda 20 qurultay ochadigan kun va qurultayda rais Xi Jinping yana bir qatim rais bo'lib, sekretar bo'lib saylanishni ko'zlayotgan va shuning uchun kurash qilayotgan mushundaq bir kunda Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishi Jungu Kompartiyasiga nima zarba olib keladi? Junanxayga nima zarba olib keladi? Junguning ozodlik armiyasiga nima zarba olib keladi? Jungu Tayvan munosabatlari, ya'ni Tayvan Junguning zimini territoriyasi isyon qilgan bir o'lka degan gaplar. Qurol ishlatishni yanmaymiz, ozod qilamiz Junguning territoriyasi degan gaplarga. Bu ish, bu hol yana nima ta'sir olib keladi? Bu oldimizdagi ishlar vatandosh, hozir buningga butun dunyo Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishi o'tganda leksiyada so'zildik. Davlat majlisida ikki partiyaning mansublari yoki davlat majlisining a'zolari ikki partiyaning mansublarini ismini hammasi keltiramidik. Sabab cheklikda bizning sahifamiz vatandoshim qo'llida hozir yerlik hukumat, ya'ni shtatlik hukumatlarning mayli cumhuriyetchilar, mayli demokratchilardan bo'lsin, nopozliq arboblari hozir Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishini qo'llab xilma-xil fikrlarni o'tirg'i chiqadi. Shundoq dediki, hozir ismini tutolmay qoldim, bir senator dediki, Amerika Cumhur Xalq Cumhuriyetining vaqt jadvali bilan ishlamaydi. Amerika bu boshqa davlat. Cumhur Xalq Cumhuriyetining vaqt jadvali bo'yicha ishlamaydi. Hozir vaziyat desak, mana mushakkaldi, shunga buni vaziyat deb emas bugun. Endi bu xatarlik vaziyat deyishga to'g'ri keladi. Tunigun Alyaskadagi 100 ming kishilik armiya, qurolli armiyasining Osiyoga qartilgan. Osiyo endi Tinch okeani rayoni qartib o'rlashtirilgan armiya. Anda hozir yana boshqa armiya xilratda alohida harakat qismlarmi Osiyoga kirib bo'lgan gap vatandoshlar. Amerika armiyasining ambay dedik, Xitoyning armiyasi hozir urushga tayyorlik shuarlarni chiqdi o'ttirga. Masalani tinch yo'l bilan hal qilish sizning orzungiz, mening orzuyim. Hatto Amerikaning tashqi siyosati shu. İlaç bo'lmaganda Amerika boshqa yo'lga murojaat, boshqa sabablarga murojaat e'lon qilmasa bu 20-asr tarixida desak, Amerika Qo'shma Shtatlari voqealarga, dunyoviy voqealarga ehtiyotchanlik bilan pozitsiya tutib, masalani tinch yo'l bilan hal qilib keldi. Endi Jungoning urush qog'ligi zodi nega bordi? Reis Xi Jinping tunigun chiroyli o'ltirib ekran orqali Prezident Joe Biden bilan so'zlashib, fikrlashib, suhbatlashib turib, qaytib berib yoki suhbat oyoqlashiblar mushundaq tavakkalchilikni qilishi mumkinmi degan savolni o'zimga qo'ydim vatandoshim. Bu leksiyada ham sizdan oldingizga qo'ydim. Boshda aytdik, bu qatam Tayvan bo'g'izdagi har qanday o'zgarishga Amerika qat'iy qarshi turdi. Chunki Kompartiyasi kishilik huquqni,
yoki kishilik huquqqa ziyonkashlik qilishni darhol to'xtat. Bu qatamki suhbatning mavzusi shu.